Alternatif muzika boshqaruvchilari ortda ko'p tug'il men. Balki shungadir. Konsert ko'ngildan uyushtiruv darajasini yaxshi deb ayta olaman, chunki Kreml yor bo'yinda bo'luvi, xalq ko'p bo'luvi, odatdagi Bauman Kamal teatri yonidagi kabi tug'il, ilk vaqtlarda boshqa yillarni kabagida. Bunda xalqni yetarli ziyoda deb o'ylayman. Tatar xalqына shunday odat xos, ular har vaqt qirib, kulib, o'z hislarini tishqa chiqarib yurmaylar. Balki shuning uchundadir, tatar xalqында alternativ muzika keng taralmagan. Kishini e'tiborini jalb etirday, kuchli muzika ko'p kerak edi. Ham biroz pop muzika kerak. Tatar yaşları içinde ne deyip baramayım bu konsertlarına. O bütün kişiye aşık olgan. Çünkü biz nega bunday konsertne yaşayız, açık havada, hemen şunday tilak bildirdik. Birinchi aylık hem bu konsert boyunca işledik. Çünkü bizim fikrimizce bu tatar muzikası o bütün Kazandagi kişiye aşık. Biz bilgeniga işte bizde şunday muhit, hem kişi tatar şey yaşayalım. Mesela ben son vaqtlarda men bütün Ruslarım nechikdir isanmi deb aytadilar, hem salam deb ularga nechikdir, no, menga da nechikdir rahat bo'lib keladi, ularga da nechikdir o'zining tatarlikqa nechikdir fikrini bildirganda. Bu bekita informatsiyadan, masalan, bizni bir qachonda radioga qo'ymaylar, televizorda bir ko'rsatmaylar, ham maxsus ravishda albom, masalan, Askarning chiqdi albomi, anda hatto bir kichkina retsenziya chiqdi, birisi aytdi, chiqmadim, yanglanglamayman. O mesela yangalık. Bizde şunday mallar bulmadı. Lakin bizim şu esa oturda yazmıyorlar bit. Yazsa başlasalar anda alarının tekrar ko'ngil fikr ziyanlığı şekilde kelib chiqadi. Bir narsa bilmaylar muzika turida. Bilasiz, barbit independent, aymen basis sana, biz ostaga basis sana. Biz in tege noshar haldagi kishilar. No, shunday izlasa biz avru kishilarga bakamiz. Biz bilmayman, jazo kelib kelganmizga shunday. Tatar shishirlarga